Kutayotgan mehmonlaringizga va oila a'zolaringizga bu shirinlikni tayyorlab bersangiz bormi? Ishoning, faqatgina maqtov ishtasiz va tayyorlanishi juda ham oson, kam xarajatli shirinlik. Qozonga sut, suv, shakar va tuz solasiz. Muzlatgichingizda turgan saryog'ni olib qo'shasiz. Saryog' erib, massa qaynab chiqqandan so'ng un solasiz. Yaxshilab aralashtirgandan keyin quyuqqina massa bo'ladi va uni alohida idishga solib, ozgina sovutib olamiz. Iligan massaga birin-ketin 5 ta tuxumni solib, xohlasangiz lopatkada, xohlasangiz venchikda yaxshilab aralashtirib olasiz. Agar tuxum mayda bo'lsa, yana bitta tuxum qo'shasiz. Menda yirik tuxum bo'lgani uchun 5 ta tuxum yetdi. Massani suyuq quyuqligi xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Maxsus qopchaga tayyor bo'lgan massani solamiz. Listga pergament qog'ozni solib, mayda qilib shakl berib chiqamiz. Qo'lni ho'llab, uchlarini bosib qo'yamiz. 180 gradusda 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Shirinligimiz uchun marojna krem tayyorlaymiz. Uning uchun sirnilavkaga borib, zgushoniy moloko xarid qilamiz. Kremlarga va kundalik iste'mol qilish uchun eng zo'r tanlov. Idishga qaymoq solamiz va ustidan quyultirilgan sutni solamiz. 3-5 daqiqa mikser qilib olamiz. Krem xuddi shunday suyuqlikda bo'lishi kerak. Tayyor bo'lgan bombochkalarni sovutib, krem qo'shib aralashtiramiz. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Havo sovib, salqin tushgandan keyin baquvvat go'shtli taomlar yegimiz keladi. Ayniqsa u og'izda chaynamasdan yutadigan tushonka bo'lsa. Uy sharoitida hamma vitamini o'zida saqlanib qoladigan mazali tushonka tayyorlaymiz. Sal yog'liqqina mol go'shtini turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Bonkalarini yuvib tozalab, go'shtlarni birin-ketin joylab chiqamiz. Yarim bonka go'sht solib, ustiga tuz, murch solamiz va lavr bargini qo'yib, qopqog'ini bonkani qattiqqina qilib yaxshilab yopib qo'yamiz. Birinchi bonkamiz tayyor. Birin-ketin hamma bonka go'shtlarni xuddi shunday joylab chiqamiz. Menda 1 kilo mol go'shtiga 4 ta bonkam to'ldi. Qozonga muzdek suvni to'ldirib, bonkalarni solamiz va 3-4 soat yaxshilab qaynatamiz. Agar qozonda suvi kamaysa, qaynagan suv solib turishingiz mumkin. Menga 4 soatga 1 qozon suv bemalol yetdi. Go'shtlarni rangidan qanday pishgani shundoq bilinib turibdi. Hidlarini aytmaysizmi? Bay. Bu taomni homiladorlarga, bolalarga va ota-onalarga tayyorlab bersangiz, duolariga qolasiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz bundan da foydali retseptlar bor. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Tovuq qanotchalarini qarsillatib qovurish uchun unga suvga belab pishirishni bas qiling. Men tayyorlagan usulda siz ham tayyorlab ko'ring. Ustilari qarsildoq, ichlari yumshoqqina bo'lib pishadi. Qanotchalarni ikkiga bo'lib tuz sepib qo'yamiz. Qizib turgan yog'ga un solamiz. Un tillarang bo'lgandan keyin qanotchalarni solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, tillarang qilib qovurib olamiz. 15 daqiqada qarsildoq tilla oyoqchalar tayyor bo'ldi. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p foydali retseptlarni topasiz. Agar retseptga yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Salatlarni oddiygina likopchaga solib qo'ymasdan, shunday dekorlarga solib, dasturxonga tortsangiz, hammani lol qoldirasiz. Ha mayli, dekorga qo'shib salatini ham o'rgatib qo'yamiz. Muzlatgichingizda turgan kolbasa mahsulotini turburcha shaklda to'g'rab olasiz. Tuzlangan bodring va qaynatib pishirilgan tuxumni ham xuddi shu shaklda to'g'rab olasiz. Konservalangan jo'xori va yaxshi ko'rib yeydigan kereshkingizni solasiz. Ozginagina mayonezga hamma mahsulotni solib aralashtirasiz. 15 daqiqada dekor ham salat ham tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Yurakchani bosib, sahifamga obuna bo'ling. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Mayonezli salatlarni hech qachon sezoni bo'lmaydi. Ayniqsa u mazali bo'lsa, mehmonlarni ham, oila a'zolaringizni ham bir xilda ko'nglini olasiz. Bugungi tayyorlagan mazali salatimga kerakli hamma mahsulotlarni video ostida yozib qoldiraman. Masalliqlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, hammasini ingichka salomka qilib to'g'rab olamiz. Kamgina mahsulotdan bir tog'ora barakali bo'lib chiqadigan bu salatni oila a'zolaringizga va kutayotgan mehmonlaringizga tayyorlab ko'ring, maqtovlarga qolasiz. Agar sizga salat retsepti yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga kelasiz. Salqin tushib, havo sovigandan keyin mushaklarda og'riqlar va shamollashlar avjiga oladi. Aynan shu kasalliklarni oldini olish uchun ilik sho'rva tayyorlab, tez-tez ichib turing va yaqinlaringizga tayyorlab bering. Kasalliklarni oldini oladi. Shunaqa tanani yayratadigan mazali sho'rva bo'ladi. Birinchi bo'lib qozonga iliklarni solamiz va ketidan mushakli go'sht soldim, mol go'shtidan foydalanaman. Qaynab chiqqach, kerakli ko'piklardan tozalab olamiz. Tuz va kerakli ziravorlarni, piyozni solib qaynatamiz. Sho'rvaga ketadigan mahsulotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Mahsulotlar qaynab ezilib
ezilib ketmasligi uchun marliga hammasini solamiz, yaxshilab tugib, marlisi bilan sho'rvaga solib qaynatib pishirib olamiz. Shunda ezilib ketmaydi. Sho'rva yana shira tortib, mazali bo'lib pishguncha 4 soat qaynatib olamiz. Qolgan iliklarni suyagidan ajratib solib, yana biroz qaynatamiz. Sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, barcha yaxshi ko'rgan yaqinlaringizga bu vitaminli sho'rvani yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. 15 daqiqada tovada mazali bo'lib chiqadigan brownie shirinligini birgalikda tayyorlaymiz. Bu shirinlikni 7-8 yosh qizchangiz ham tayyorlab qo'yadi. Muzdek tovaga tuxum, shokolad, sutni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng quruq massalarni solamiz. Un, kakao, razrixetel va vanilin. Yana yaxshilab aralashtirib, chetlarini tozalab, qopqog'ini yopib, past olovga dimlab qo'yamiz. Tovani qopqog'i parlangandan keyin tagini past olovga yana 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bir zumda yumshoqqina mayin shirinlik tayyor bo'ldi. Ustini shokolad va har xil bezaklar bilan bezatib dasturxonga tortasiz. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p retseptlarni topasiz. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga kelasiz. Menga do'ppi yarashdimi? Agar yarashgan bo'lsa, bittagina like bosib qo'yinglar. Men onajonim bilan birgalikda sizlarga do'ppicha taom tayyorlashni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib lahmgina mol go'shtini yupqa qilib parrak qilib to'g'rab olamiz. 1 kilo yaxshi pishgan pomidorni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yupqa parrak qilib to'g'rab olamiz. Qozonda qizdirib, yog' solamiz. Yog' qizigach, to'g'ralgan go'shtlarni solib, suv chiqquncha qovurib olamiz. Go'sht yanada mazali bo'lish uchun soya, tuz, murch va har xil ziravorlarni solamiz. Nonni har ikkita tarafini go'shtning suviga botirib olamiz. Qovurilgan nonni ustiga ziravorlarni qizib turgan yog'da nonlarni har ikki tarafini baland olovda qovurib olamiz. Nonlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizigan yog'da pomidorlarni 3 daqiqa qovuramiz va go'shtga qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib 10 daqiqa qovuramiz. Pishgan go'shtlarni tarelkalarga solamiz va ustiga to'g'ralgan nonni do'ppicha qilib kiygizib qo'yamiz. Qanday kuchli dog'li kiyimlar, sochiqlar, dasturxonlarni ikkilanmasdan Coppon Plus parashoklarda yuvishga kirishdim. Coppon Plusni boshqa parashoklardan afzalli tarafi hidni 48 soatgacha kiyim va matolarda saqlab qoladi. Bolalarni ham kiyimlarini yuvsa bo'ladi. Bu degani allergiya keltirib chiqarmaydi. Bir dona kapsulada yuqori sifatli qulaylik va yuqori sifatda toza kiyimlarni yuvib beradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosing. Taomimiz yoqsa, biznikiga mehmonga keling. Pulingizga vitamin sotib olmasdan shu taomni haftada bir marta tayyorlab ichib turing. Sizga vitaminni kerak. Taomga kerakli masalliqlarning hammasi juda ham foydali mahsulotlar. Mana retsept sizdan bo'lsa, bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying, xursand bo'laman. Kartoshka va sabzini turburcha mayda qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra bulg'or qalampirlarini ham qizil, yashil, sariq qilib ishlatishingiz mumkin. Ikkitagina chesnokni ham parrak qilib to'g'rab olamiz. Har doim taomlarga pomidorni postini artib to'g'raganingiz yaxshi. Mayda qilib to'g'rab olamiz. Yog'siz qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz va yumaloq qilib shakl berib chiqamiz. Qozonni qizdirib yog' solamiz. Birin-ketin qiymali koptokchalarni solib qizartirib qovurib olamiz. Qiymalarni avval qizartirib, so'ng taomga qo'shsangiz ranglari chiroyli chiqadi. Pishgan koptokchalarni alohida idishga suzib olamiz. Qolgan yog'iga to'g'ralgan piyozni solib qizartirib qovurib olamiz. Avvaldan to'g'rab qo'yilgan kartoshka, sabzi, bulg'or qalampiri, pomidor, chesnokni solib yana qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika va tomatli pastani solamizda yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab qovurilgan masalliqlarni ustiga qaynagan suv quyamiz. Avvaldan qovurib qo'yilgan qiymali koptokchalarni solamizda 1 soat qaynatishga qo'yamiz. Taomimizga ketadigan dukkakli mahsulotlarni hammasini video ostida yozib qoldiramiz. Avval yaxshilab yuvib olamiz, so'ng qaynagan taomimizni ustiga solamiz va mahsulotlarimiz hammasi yetilib pishguncha o'rta olovda qaynatamiz. Qaynab pishgach, kukuruz va garohni solib, yana 5 daqiqa qaynatamiz. Ichi to'la vitaminli taomimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling. Qo'qonga mehmon bo'lib kelsangiz, nonushtaga issiqqina no'xat cho'rak tortishsa, hayron bo'lmang. Bu biz qo'qonliklarning odatiy kundalik nonushtamiz bo'ladi. Ayniqsa oldiga yumshoqqina pishgan kalla go'shtalari bilan o'zgacha bo'ladi. Qo'qonliklar no'xat cho'rakni galmasho'ra deyishadi. Sizda nima deyishadi? Yangi Chorsida bomdod namozidan keyin haqiqiy hayot boshlanadi. Namozdan keyin otaxonlar Yangi Chorsida mashhur bo'lgan Sharshara choyxonasiga kirib, issiqqina jazillagan shashlik borishadi. Qonni mashhur qaymoqlari, holvalari va chap-chap nonlaridan olib, uylariga issiqqina nonushta borishadi. Agar Qo'qonga kelsangiz u nonushta qilib ketmasangiz, juda ham katta xato qilasiz. Albatta nonushtaga Qo'qonga keling. Studentlik vaqtimda 3 ta farzandim bor edi. O'qishdan keliboq 10 daqiqada shu taomni farzandlarimga juda ko'p tayyorlab berganman. Agar retsept yoqsa, bittagina like bosasiz va albatta tayyorlab ko'rasiz. Qizib turgan yog'da avval kartoshkalarni, so'ng
tuxum, xohishga ko'ra garmdorilarni qovurib olasiz. Piyozni parrak qilib to'g'rab, yog'da qovurib olib, ketidan bolgarskiy pomidor, tuz solib, yana aralashtirishda davom etasiz. Qovurilgan mahsulotlarning ustiga bittagina tushonkani solib, 10 daqiqa yana past olovda qovurib olasiz. Ustiga qovurilgan kartoshkani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Taomimiz tayyor bo'ldi. Likoplarga solib, dasturxonga tortamiz. Bolalar ham, kattalar ham maza qilib yeydigan taom bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling. Bittada 3 xil taom tayyorlab kutayotgan mehmonlaringizni va oila a'zolaringizni xursand qilib lol qoldirishingiz mumkin. Sho'rva, dimlama va tiftil taomlari. Birinchi bo'lib taomni sho'rvasidan boshlaymiz. Go'shtlarni solib, qaynab chiqqandan keyin ortiqcha ko'piklardan tozalab olamiz. Bolgarskiy, piyoz, tuz va xohishga ko'ra ziravorlarni solamiz. Sho'rva qaynab turguncha qolgan mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Tiftil uchun yog'siz qiyma, mayda qilib to'g'ralgan piyoz, tuxum, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani videoda ko'rsatilgandek qilib ochib, orasiga pishgan bedana tuxumni qo'yib chiqamiz. Yarim soat iliq suvda ivib turgan lazer gurunchiga tiftillarni yaxshilab botirib olamiz. Endi navbat dimlamaga keldi. Kartoshka, sabzi, jo'xori, bolgarskiy, hamma uyda nima sabzavot bo'lsa, hammasini to'g'rab chiqasiz. Xohishga ko'ra mol, qo'y go'shtini aralashtirib ishlatasiz. Dimlamamizga yanada mazza berish uchun yog', soya, tuz, ziravorlardan foydalanamiz. Rozmarin ham o'zgacha mazza beradi. Ozginagina qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani qasqonlarga terib chiqamiz va oxirgi qasqonga esa tiftilni alohida yaxshilab yog'iga belab terib chiqamiz. 1-1,5 soatga o'rta olovga qo'yib pishirib olamiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, har doim parhez qiladigan va ko'p mehmon kutadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ha aytgancha, sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p oson va tez pishadigan retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga kelasiz. 17 yoshimda meni 40 yoshli erkakka ikkinchi ayol qilib uzatishdi. Maktabni bitirib, shifokor bo'lish niyatida oliygohga o'qishga kirishim ham faqatgina xayollarimda qoldi. To'y o'tdi. Ertasi kuni bu uyga siz xizmat uchun keldingiz deb gap boshladilar. Qaynonammi desam, u ayol kundoshim ekan. Shu kundan boshlab hayotim faqatgina tanbeh eshitish, janjallar bilan o'ta boshladi. Oradan 4 oy o'tib homilador ekanimni bilib qoldim. Buni eshitgan kundoshim har kuni og'ir ishlar qildirar, og'ir buyumlar ko'tartirib, bolamni tushirish payida edi. Vaqti soati bilan bolam tug'ildi. O'g'il tug'dim. Hozirgi kunda raddomdaman. Nima qilishga boshim qotgan. Qizlik uyimga qaytib ketaymi yoki yana kelin bo'lib tushgan xonadonimga borib, kundoshimga xizmatkor bo'laymi? Nima qilishga boshim qotgan. Iltimos Robiya opa, meni hayotimni postingizga joylab, obunachilaringizdan maslahat so'rab bering deb bir obunachi menga yozib qoldilar. Men bu bo'lgan voqealarni eshitib, nima maslahat berishga ham hayron qoldim. Namoz o'qing, ko'proq istig'for ayting va Allohdan yechim so'rang dedim. Siz qanday maslahat berasiz? Maslahatlaringizni kommentariyda yozib qoldiring. Obunachim albatta buni o'qiydilar va maslahatingizga amal qiladilar. Alloh yengillik bersin. Kelinim yaqinda yosh ona bo'ldilar. Ularga ko'proq vitamin va vitaminli taomlar kerak. Shuning uchun eng zo'r taomni tayyorladim. Siz ham yosh onalarga, keliningizga shu taomdan tayyorlab bering. Birinchi bo'lib ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Tuz, suv va tuxum solamiz. Un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Xamir tinib turguncha qolgan mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Qizil, yashil, bolgarskiy bo'lsa, katta-katta qilib to'g'rab olasiz. Pomidorni ham kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Kartoshka, sabzi, piyozlarni ham qancha yirik to'g'rasak, shuncha mazasi yaxshi chiqadi. Taomimizga yanada maza beradigan pishgan no'xatdan foydalandim. Pishishi tezroq bo'lishi uchun jo'xori va qovoqlardan foydalandim. Go'shtni ham bo'laklarga bo'lib to'g'rab oldim. Tabga ko'ra tuz va har xil ziravorlar, semichka yog'i qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Men 2 xil usulda tayyorladim. Bittasini tovaga, qolganini kosalarga joyladim. Tingan xamirni 2 ga bo'lib oldim. Bittasini tovaning ustiga bir xilda qilib katta yupqa qilib yoyib, tovani yaxshilab yopib chiqasiz. Qolganini esa kosalarga, taomni bo'laklarga bo'lib solib va ustidan xamir bilan yopib chiqasiz. Taomni suvi o'zida qolish uchun yaxshilab xamirni chetini yopishtirib chiqasiz. Shunda suvlikkina sho'rvalar o'zida qoladi. Mantiqasqonga hammasini birin-ketin terib chiqamiz va 1 soatga pishirishga qo'yamiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yosh onalarga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Tovuq qanotlarini hali ham oddiy yog'da qovurib yeb o'tiribsizmi? Aynan men tayyorlagan usulda tayyorlab ko'ring, mazasi og'zingizda qoladi va faqat shu usulda tayyorlaydigan bo'lasiz. Tovuq qanotlarini tirnoqlaridan tozalab olamiz.
Tozalangan qanotni o'rtasidan bo'lib olamiz. Taomga maza beradigan eng zo'r marinovkani tayyorlab olamiz. Yog' solamiz, ustidan soya va uni ustidan ketchup solamiz. Ketchup bilasizmi, qanaqa zo'r maza beradi. Tuz, kashnich, paprika hamma narsani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qanotlarni oldi qismini qo'yib, birin-ketin gaz listiga terib chiqamiz va ustidan sariyog' bo'laklarini qo'yib chiqamiz. 180 gradusda 35-40 daqiqa pishirib olamiz. Qanotchalar tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.